Bu erkak quduqqa tushadi, lekin u yerdan biror bir narsa topish o'rniga g'oyib bo'ladi. Biroq quduqdan bir xalta oltin chiqadi va uning ustiga "Agar ko'proq oltin kerak bo'lsa, tirik odam yuboring" degan yozuv bor edi. Ayollar bu haqda o'ylay boshlashadi va tirik odamni qayerdan topish mumkinligi haqida bosh qotirishadi. Ularning ko'zi stulda o'tirgan erkakka tushadi. Ertasi kuni politsiyachi kelib, "Agar bugun pul bermasang, muammoga duch kelasan" deb aytadi. Ayol unga bir xalta oltin beradi. Bu esa politsiyachini hayratda qoldiradi. Ayol unga shunday deydi: "Agar yana oltin kerak bo'lsa, tirik odam olib keling." O'sha kechasi politsiyachi o'g'rini qo'lga oladi va ertasi kuni uni ayolga olib keladi. Ayol yana unga oltin beradi. Lekin bu safar politsiyachi shubhalanib, "Senda bu qadar ko'p oltin qayerdan?" deb so'raydi. Ayol esa sukut saqlaydi. Tunda ayollar uxlashayotganda qandaydir narsa qulab tushganini eshitishadi. Ular tekshirib ko'rishsa, politsiyachi allaqachon uy ichida edi. Ayol uni to'xtatishga harakat qiladi, lekin politsiyachi "Buncha oltinni qayerdan olding?" deb bo'g'a boshlaydi. Shu payt chaqmoq chaqadi va eshik oldida shayton soyasi paydo bo'ladi.